Bugungi videoda men Minecraftga shu elektr orqali uchishni o'rgataman. Sizlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Bizga birinchi o'rinda xo'sh qurilish bloklar kerak bo'ladi. Ya'ni ulardan tepaga bemalol chiqsak bo'ladi. Masalan, mana do'stlar sizlarga misol qilib uch berdim. Xo'sh, endi bizga qurilish bloklar kerak bo'ladi. Uning uchun biz invertorni ochamiz, bloklar tomonga qaraymiz va mana do'stlar bizning quruvchi bloklarimiz. Endi shundan tepaga qo'yib bo'lmadi. Tepaga qo'yib chiqamiz. Hozir tepaga chiqib mana do'stlar qo'yib qo'yyapman. Xo'sh, menimcha shuncha yetib qolsa kerak. Endi bo'lsa uning ustiga sakraymiz va do'stlar bir narsa, agar kreativda bo'lsangiz, elektrada bitta sakrash blokda bitta sakrashni istasangiz uchadi. Agar survivalda, ya'ni jonlida bo'lsangiz, bitta ezishda ikkita ezishda uchadi. Mana hozir men do'stlar qaytadan chiqaman. Xo'sh, mana birinchi bo'lib kreativda ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, birinchi sakrashni eshitsangiz shu 3 ta. Bir marta sakrashni eshitsangiz bo'ldi, uchasiz. Agar survivalga o'tib, hozir do'stlar men birinchi bo'lib birinchida turgan qanotlarni olib olaman va do'stlar endi survivalga o'tamizda. Mana 2 marta sakrash tugmasini eshitsak va do'stlar uchamiz va mushakni havoga otsak, u bizni uchiradi. Mana do'stlar uchyapti. Bunda har xil seyflar qilsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, mana men qurilish blogida ko'rsatib berdim. Buni Minecraftchilar ko'pchilik biladi. Sizlar bo'lsa yangi qo'shilgan Minecraftchilarga buni endi o'rgatish kerak. Ko'pchilik buni nimaga ishlatishni bilmaydi. Aynan bu uchishga ishlatiladi va do'stlar mana 2 martadan ko'rsatib berdim. Yana endi tepadan ham ko'rsatib beraman. Hozir tepaga chiqamiz va chiqdik do'stlar. Qo'limizga raketa, ya'ni salutni olamiz va 2 marta sakrab turib havoga otamiz. Mana do'stlar, xo'sh, mana uchyapman mana. Bunda agar yerga siz sekin qo'ysangiz, shunda hech qanday zarar ko'rmaysiz. Va do'stlar, video oxirigacha tugadi. Video oxirida like bosib qo'yishni unutmang. Men bir ikkitaga oz qoldim. Hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.